Assalomu alaykum Qurbon Mobile obunachilari. Aksiyamizni mana yakunladik. Bugun hammangizni kirib kelayotgan yangi 2026-yillar bilan tabriklaymiz. Hammangizga baxt, saodat, omad, oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishishingizga tilakdoshimiz. Keyin bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu aksiyamizning boshlanishi hali bundan keyin laminat emas, bir boshqa narsalardan aksiya qo'yib boshlaymiz. Boshqa hamma bizlarda bor aksessuarlar, xudo xolasa hammasini bir chetdan aksiya qo'yib boraveramiz. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Keyin biz telefon ustalari bilan ham ishlashamiz. Telefon ustalarimizga da oyning boshida aksiya qo'ydik. Kim bizlar bilan eng ko'p ishlashsa, eng ko'p zapcha solgan ustalarga priz qo'yib qo'ydik. Bugun topshirdik xudo xolasa ustalarimizga prizlarni. Uni istoriyaga rasmlarini qo'yib qo'yamiz. Ustalarimizni bizlar hamkorlikqa chaqiramiz. Endi bizlar bilan ishlashni o'rgangan, bizlarni tanimaydigan ustalarimiz bo'lsa, hamkorlikqa chaqiramiz. Bizlarda ekran sensorlariga 3 oy garantiya bor. 3 oydan ichida sensor ishlamay qolsa, вообще ishlamay qolsa almashtirib beramiz. 3 oy garantiyasi bor. Любой problemasi bo'lsa, qaytarib almashtirib beramiz 3 oydan ichida. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Kirib kelayotgan 2026-yilda yaxshi kayfiyat bilan oila davrasida hammangizga kutib olishingizni tilakdoshimiz. 2026ga qo'ygan maqsadlaringizdan erishishingizga tilakdoshimiz. Hammaga rahmat.